Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun biz o'zbek hikoyachiligining mohir ustasi Abdulla Qahhorning anor hikoyasi haqida suhbatlashamiz. Bir dona anor. Oddiy meva. Ammo bu hikoyada u orzu, g'urur, muhabbat va fojia ramziga aylanadi. Nega oddiy anor bir oilaning hayotini larzaga soldi? Nega mehr o'rnini alam egalladi? Bugun shu savollarga javob izlaymiz. Hikoya kambag'al er-xotin Turobjon va uning homilador xotini haqida. Xotin uning bosh qorong'i, uning ko'ngli anor tusagan. Ammo anor qimmat. Turobjon oyiga atigi 18 tanga topadi. U xotinini xursand qilmoqchi bo'lib asal olib keladi. Lekin xotin uchun asal emas, aynan anor muhim. Shu oddiy masala katta janjalga aylanadi. G'urur, qashshoqlik, alam hammasi bir joyda portlaydi. Turobjon alam ustida og'ir gap aytadi. Jigarlaring ezilib ketsin. Bu so'z xotinning yuragini tiladi. Keyin u anor topib keladi, katta tugun to'la anor. Ammo uning rangi oqarib ketgan, titraydi. Demak, u bu anorlarni halol yo'l bilan olmagan bo'lishi mumkin. Hikoya ochiq tugaydi. Lekin fojiaviy ohang kuchli. Qashshoqlik eng katta sinov. Qahhor kambag'allikni faqat moddiy yetishmovchilik sifatida emas, ruhiy bosim sifatida ko'rsatadi. Qashshoqlik insonning sabrini, mehrini, hatto or-nomusini sinaydi. G'urur va erkaklik masalasi. Turobjon xotinini yaxshi ko'radi, lekin u erkaklik g'ururi bilan yashaydi. Xotinining anor degan istagi uning ojizligini eslatadi. Shuning uchun u jahl qiladi. Anor bu hikoyada farzand ramzi, umid ramzi, baxt ramzi, yetib bo'lmaydigan orzu ramzi. Bir dona anor butun hayotning timsoliga aylangan. Bu hikoya bizga nimani o'rgatadi? Oilada mehr hamma narsadan ustun. Og'ir gap yaradan ham og'ir. Qashshoqlik muhabbatni sinaydi. Orzu kichik bo'lsa ham uni mensimashlik kerak emas. Eng muhimi, baxt moddiy narsada emas, tushunishda.